Salom do'stlar, ushbu videomizda Maher Zaynning For the Rest of My Life qo'shig'ini tarjima qilib chiqamiz. Agarda tayyor bo'lsanglar, boshladik. I praise Allah for sending me you, my love. Ya'ni men Allohimga rahmat aytaman, seni menga jo'natgani uchun, mening sevgilim, deyapti. You've found your home, it's here with me. Ya'ni sen bu yerda men bilan uyingni topding, deyapti. Your home, uyingni topding. And I'm here with you. Va men bu yerda sen bilanman, deyapti. Now let you know. Ya'ni hozir senga aytmoqchi bo'lgan gapimni eshit, ya'ni aytishimga ruxsat ber, senga bildirishimga ruxsat ber degan ma'noda kelyapti. Hop, keyingisi. You have opened my heart. Ya'ni sen mening yuragimni ochding. I was always thinking that love was wrong. Ya'ni men har doim sevgini noto'g'ri deb o'ylaganman. But everything was changed when you came along. Oh. Ya'ni hamma narsa o'zgardi sen kelganingda. Mana bu o esa shunchaki o'zining emotsiyasini bildirish uchun ishlatilyapti. And there is a couple of words I want to say. Ya'ni bir nechta so'z bor men aytmoqchi bo'lgan, deyapti. For the rest of my life I'll be with you. Ya'ni hayotimning qolgan qismida men sen bilan bo'laman. I will be with you. I will stay by your side, honest and true. Ya'ni men sen tomoningda bo'laman, ya'ni men sen bilan birga bo'laman degan ma'noda kelyapti. Vijdonan, ya'ni to'g'risini aytganda deydi-ku, qandaydir. Vijdonan aytganda men sen bilan birga bo'laman. Till the end of my time, ya'ni vaqtimning oxirigacha, umrimning oxirigacha deb tarjima qilinsa ham bo'ladi. I'll be loving you. Ya'ni men seni sevaman. Ya'ni umrimning oxirigacha men seni sevaman deyapti. Hop. For the rest of my life through days and nights. Ya'ni umrimning qolgan qismida kunlari va kechalari I will thank Allah for opening my eyes. Ya'ni men Allohga rahmat aytaman, meni ko'zlarimni ochganligi uchun. Now and forever I'll be there for you. Ya'ni hozir va butun umrbod men sen bilan bo'laman. Men u yerda sen bilan bo'laman. Sen uchun bo'laman. I know it deep in my heart. Ya'ni men bilaman bu yuragimning tubidan chiqyapti. Ya'ni bu chin yurakdan deydi-ku, ya'ni chin yurakdan aytilyapti bu gaplar degan ma'noda. I feel so blessed when I think of you. Ya'ni men o'zimni juda ham xotirjam his qilaman sen haqingda o'ylaganimda. And I ask Allah to bless all we do. Va men Allohdan bizni o'sha ishlarimizni, qilganlarimizni siylasin deydi-ku, siylashligini so'rayman. Ya'ni siylamoq, bless degani siylamoq, yorlamoq. Alloh yorlaqasin deydi-ku, o'shanaqa ma'noda kelyapti. You are to my wife and my friend and my strength. Ya'ni sen meni xotinimsan, do'stimsan va meni kuchimsan deyapti. And I pray we're together in Jannah. Ya'ni men o'sha jannatda ham birga bo'lishimiz uchun ibodat qilaman deyapti. Finally, now and I find myself. I feel so strong. Ya'ni va nihoyat men o'zligimni topdim va men o'zimni kuchli his qilyapman. Yes, everything was changed when you came along.
ya'ni yuqorida aytganimizdek, sen kelganingda hamma narsa o'zgarib ketdi. And there is a couple of words I want to say. Ya'ni senga aytmoqchi bo'lgan bir nechta so'zlar mavjud. And know that you're here in front of me. Va sen meni qarshimda turibsan. I strongly feel love. Ya'ni men sevgini juda ham kuchli his qilyapman. Ya'ni men sevgini his qilyapman. And I have no doubt. Ya'ni menda shubha yo'q. And I will sing it loud that I will love you eternally. Va men buni baland kuylay olaman. Men seni umrbod sevishimni. Va bu videomizning oxirgisi edi. Videoga like bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.